bilan savdo suhbati elib berayotgan Amerika Xitoy mollariga qo'yiladigan tamojna bejini oshirdi. Xitoy Amerikaning qarorining orqasidan bayonot e'lon qilib, qaytarma hujumga o'tishga majbur bo'lganligini bildirdi. Lekin nima ish qilganligi haqida tafsiliy ma'lumot bermadi. Bu haqda ma'lumoti bor bo'lgan manbalarga asoslanganda, Amerikaning bu qarori Xitoy davlat raisi Xi Jinpingning yuqori darajalik savdo suhbati o'miki bilan Amerika savdo vakillari orasida elib berilgan suhbatlarda ilgirlash bo'lmagandan keyin chiqarilgan. Xitoy muavin bosh ministri Liu He bilan Amerika savdo vakili Robert Lighthizer va Amerika moliya ministri Steven Mnuchin Washingtonda jam bo'lib suhbat o'tkazdi. Lekin biror natijaga erishilmadi. Tuniston janubidagi Safakes shahrida ko'chmanlarni tartibsiz bosgan bir kema cho'kib ketib, oz deganda 70 kishi qazo qildi. Tunis rasmiy agentligining xabar qilishicha, mazkur davlatning janubidagi Safakes shahrida afrikalik ko'chmanlar chiqqan bir kema cho'kib ketib, oz deganda 70 kishi qazo qilgan. Ko'chmanlardan 16 nafarining baliqchilar tarafidan qutqizib olinganligi va bu kemaning Liviyadan harakatga chiqqanligi ma'lum. Eron hukumatining yadro kelishimidagi va'dalarini qisman to'xtatib turish qarorini qo'llash uchun poytaxt Tehron boshchiligida nurg'un shaharlarda namoyish o'tkazildi. To'plangan xalq Amerikaga qarshi namoyish o'tkazdi. Shundaqla yadro faoliyatlarining yangidan boshlanishini qo'llaydiganligini bildirdi. Eronning har qaysi shaharlarida o'tkazilgan namoyishlarda Amerikaga o'lim, Isroilga o'lim degan shiorlar to'landi. Suriyada Daesh sepida urush qilgan oilalari sababli ziyonkashlikka uchragan 231 qozoq bola davlatga elib kelindi. Qozog'iston prezidenti To'qayev 7-maydan 9-maygacha elib berilgan harakatda 231 nafar qozoq fuqarosining Suriyadan elib kelinganligini bildirdi. To'qayev buyruqim bilan 7 va 9-may orasida elib berilgan harakatda 156 nafar bolani o'z ichiga olgan 231 nafar qozoq fuqarosi Suriyadan elib kelindi. Ularning ko'pinchisi maktab yoshidan kichik bolalar bo'lib, 18 nafari yetim edi. Amerika Markaziy qo'mondonlik shtabining bildirishicha, Amerikaning Eron tahdidiga taqobil turish uchun Amerikaning avatgan B-52 bombardimonchi aeroplanlari Qatardagi havo armiya bazasi qo'ndi. Eron bo'lsa, Amerikaning aviamatga boshchiligida Paris qo'ltig'iga qurol o'rinlashtirishiga e'tiroz bildirdi. Eron doiralari Amerikaning iqtisodiy embargolarini kuchaytgan bir mezgilda psixikalik urush orqali o'zlarini qo'rqitishga uringanligini, lekin buning koni bir strategiya ekanligini aytdi. Washington doiralari bu oy Eronga qarshi embargolarni kuchaytib, Tehronning neft savdosini 0 saviyaga tushirish uchun bir qism davlatlarning Erondan neft sotib olish ruxsatini amaldan qoldirgan edi.